El Clasico jismoniy taraflama eng qiynalgan o'yinlarimizdan biri bo'ldi. Sababi o'yinning harorati va so'nggi kunlarda ko'p o'yinlarda ishtirok etdik. Oyoqlarimiz bizga bo'ysunmay qoldi, juda ham charchagandik. Lekin o'ylashimcha, oxir-oqibat Barselonada o'ynash va finalda Madridga qarshi o'ynash nima ekanligini hamma his qildi. Va bunday o'yinlarda oyoqlardan ko'ra ko'proq yurak bilan o'ynash kerak. Aynan mana shunday hislat bizga o'tgan mavsumlarda yetishmayotgan edi. Hozir esa bu bor. O'ylashimcha, mening yoshimdagi futbolchilar Barsadek katta klubda hali bunchalik ko'p o'yinlarda ishtirok etmagan. Shu sababli bu berilgan imkoniyatni juda qadrlayman. Har doim o'zimni ruhlantirishga, o'zimga motivatsiya berishga harakat qilaman. Sababi bunday imkoniyat hamma klublarda ham berilavermaydi. Fikrimcha, shunday o'ynashda va darajamni yuqorilashda davom etaverishim kerak. Va o'ylashimcha, 17 yoshda Barsadek klubda hamma ham o'ynayvermaydi. Va shu narsani men juda ham qadrlayman. Menimcha, bu o'yinni La Liga doirasidagi hech qaysi o'yin bilan solishtirib bo'lmaydi. Biz Chempionlar Ligasi yarim finalda o'ynayapmiz. Chempionatdagi raqiblarimizga hurmat saqlagan holda biz finalga chiqish uchun maydonga tushamiz. Menimcha, mening o'rnimda boshqa odam ham shunday degan bo'lardi. Bu uchrashuv juda qiyin o'tishi aniq va natija chempionatga ta'sir qilmaydi. Men o'zimni hech kim bilan taqqoslamayman, ayniqsa Messi bilan. Shu sababli bu ishni boshqalarga qoldirganimiz yaxshi. Biz klubda kundan-kun o'sishga, o'zimizdan-da yaxshiroq bo'lishga harakat qilamiz. Va o'ylaymanki, o'zimizni kim bilandir taqqoslashdan ma'no yo'q. Va ayniqsa Messi bilan. Men o'z o'yinimda bahra olish va o'zimni yo'limni qurish tarafdoriman. Albatta, men uni tarixdagi eng yaxshi futbolchi sifatida hurmat qilaman, lekin o'zimni u bilan taqqoslamayman.